Assalomu alaykum opa-singil, aka-ukalarim. Hammalaringizga Allohning rahmat mag'firati sizlarga bo'lsin. Mening bu gaplarni gapirishimdan maqsad, hayotga qaradimu hayotdan buzilib, hayvoniy darajaga tushib qolayotganimni ko'rib, ichim ochib, bu nimaga bunday bo'lyapti degan so'roqqa bordim. Yigitlarimiz normal qiz topgan yo'q. Normal qizlarimiz esa yaxshi bachcha topgan yo'q. Buning natijasi qizlarimiz homilador bo'lib qolyapti. Oilalari buzilib boryapti. Abortlar ko'payib boryapti. Bu insonga kelgan bir kasallik deb tushunaylik. Bu kasallikning lecheniasi bormi sizningcha? Misol uchun virus bir kasallik bo'lsa, uning oldini olish uchun nima qilish kerak edi? Birinchidan maska taqish kerak, oraliqni saqlash kerak, so'ng immunitet kuchli bo'lishi kerak. Demak, hayotimizning hayvoniy darajaga tushib qolmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Misol, bir inson avtohalokatdan komaga tushsa-yu, bolnitsaga olib borib yotqizsa, haligi inson hushiga kelgan so'ng birdaniga o'ylab boshlaydi. Men qayerda, nimaga keldim, bu yerga kim olib keldi, deb fikrga boradi. Chunki odamda fikr bor-da. Endi biz ham shu odamga o'xshab fikrlab ko'raylik. Biz bu dunyoga qayerdan keldik, nimaga keldik, kim tarafidan keldik degan so'roqni berib ko'raylik o'zimizga. Biz hammamiz musulmon bo'lganimiz uchun Xudo tarafidan keldik, sinalmoq uchun keldik deb bilamiz. Endi biz Xudo tarafidan kelgan bo'lsak, bizning yaratuvchimiz ham Xudo bo'lsa, biz qanday yog'dayda bag'atli bo'lishimizni ham u yaxshi biladi-da. Misol uchun bir kompyuterli tegil mashinani olaylik. Bir usta jasoda shundayga chiqarib sotsa, uning ishlatish programmasi kitobi bo'lmasa ishlatamamiz. O'z kallamizga ko'ra ishlatsak ham bozib qo'yamiz. Ko'p vaqt ishlash uchun konstruktorning kitobiga ehtiyojimiz bor. Demak, bizning yaratuvchimiz Xudo bo'lsa, bizni shunchaqli yaratib qo'ymadi. Balki qanday yashash kerak bo'lgan, qanday yashaganimizda baxtli bo'lishimizni ham ko'rsatib berdi. Demak, biz bu hayotda baxtli hayot kechirishimiz uchun Xudoning buyurganida yashashimiz shart. Ana shunda baxtli bo'lamiz. Farzandlarimizni shu shayton degan virusdan qutqaramiz. İnşallah bo'lmasa bu hayotda ketsak, bizning holimizga voy, oxiri ko'rinmaydigan ko'chaga chiqib qolgan insonlarga o'xshaymiz. Ey do'stlarim, bu gaplardan sizlar o'rnak olasiz, tushunasiz degan umiddaman. Alloh rizosi uchun to'g'ri tushuning.